Hamma marketolog bo'la oladimi? Menimcha yo'q. Hamma dasturchi bo'la olmagandek, hamma shifokor bo'la olmagandek, hamma ham marketolog bo'la olmaydi. Marketingni bilishingiz mumkin, lekin marketolog bo'lishingiz uchun sizga quyidagi 3 ta xislat kerak bo'ladi. Bu shaxsiy fikrim. Birinchisi tadbirkorcha fikrlash. Ya'ni siz muammolarni sevishingiz kerak. Tadbirkor odam har qanday muammoni doim imkoniyat sifatida ko'radi. Marketolog va tadbirkor o'rtasidagi farq bo'lsa, marketolog tadbirkorni puli bilan risk qiladi, tadbirkor bo'lsa o'zini puli bilan risk qiladi. Ikkinchisi stressga chidamlilik. O'z-o'zidan muammolar juda ham ko'p bo'lgan kasbda stress sizni har kunlik yeydigan ovqatingizga aylanib qoladi. Ertalabga ham, obedga ham, kechki ovqatga ham stress. Va shu sababli doim stressga chidamli bo'lishingiz kerak. Uchinchisi kreativlik. Ya'ni siz yuqorida kelgan muammolarga kreativ yechim topishingiz kerak. Marketolog odamga qiyinligini his qilyapsizmi? U muammoga shunchaki yechim topish kerak emas. U kreativ yechim topish kerak. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'ying.